Bugun meni oldimga juda ham yaxshi ko'rgan o'rtog'im keldi. U Fransiyani iforasini olib keldi. Fratsujenko o'rtog'imning ismi Aidaxon. Bu qizaloq men bilan oxirgi 15 yildan beri juda ham bog'liq. Chunki ular bilan birga bo'lgan muloqotimiz aynan birinchi marotaba tanishishimiz dengiz atrofida bo'lgan Yaltada tanishganmiz. O'shanda bir-birimizni yaxshi ko'rib olib, bir-birimizga mehr berib, birga ko'p proyektlarni amalga oshirib, mana hozir ular Fransiyada ishlaydilar, taniqli psixologlar ham face builderlar. Yuzlarining chiroyi yoshlariga qaramasdan bironta o'sha botox yoki qanaqadir boshqa tizimdagi moddalar kirmagan. O'zlari shu yuz gimnastikasini tatbiq etib, auditoriyalar bilan ishlab, ko'plarga yordam berganlar. Ko'plar aytadiki, ayollar bir-biriga do'st bo'la olmaydi. Bo'la oladi agar qo'ynida, qalbida bir-biriga nisbatan faqatgina mehr bo'lsa, muhabbat bo'lsa. Ko'pgina ayollarimiz homilador bo'lish borasida psixologik muammolar bo'lganda, ular bilan maslahatlashib, ular Fransiyada turib, o'sha onlayn konsultatsiyalarni berib, muvaffaqiyatli homiladorlikka erishganmiz. Bu juda chiroyli oilaning farzandi. Juda ham intelligentni, vaspitni, eri fransuz bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston qadriyatlarini esidan chiqmagan Aidaxon do'stim. Hammaga tavsiya beraman. Mana Fransiyada yurgan kezlarimiz, yurgan damlarimiz, go'zal paytlarimiz, Fransiyaga borganingizda albatta hammanglar uchun o'sha psixologik yordam, o'sha Fransiya haqida ma'lumot olish uchun imkoniyat shu mani aziz qadrdon o'rtoqjonim orqali olsangiz bo'ladi. Hattoki uzoq olis Fransiyada bizda mavjud bo'lgan ozish tizimini qo'llayotganimizni ko'rib, voy men ham ozvoli Fransiyani o'sha krousallarida men ham semirib qoldim deb Aidaxon bizga murojaat qildilar. Biz sizlarga rezultatlarimizni ko'rsatamiz. 90 60 90 qilib Fransiyaga yuboramiz.